الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, bugun sizlar bilan yana bir yangi kitobimiz Mabdaul Qiroat kitobini darslarini boshlaymiz. Bu kitobimiz buyuk ulamomiz San'atulloh Bekpo'lat rahimahullohning qalamlariga mansub. İnşallah bugundan birinchi darsni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan avval qanday tayyorgarlik ko'rish kerak, vazifalarni qanday tayyorlash haqida qisqacha bildirib o'taman. Avvalambor biz Mabdaul Qiroat asosan lug'at va matndan iborat bo'lgan kitob, ya'ni bizni avvalo lug'at boyligimizni oshiradi. Birinchi so'zlarning ma'nolarini yodlab chiqamiz. Kitabun, kutubun. Mana shu tarzda kitabun birligi kitob, kutubun kitoblar deb birma-bir yodlab chiqamiz. Endi lug'atlarni yodlab bo'lganimizdan keyin avval arabiy jumlani tarjima qilib olamiz. Har bitta harflariga e'tibor berib, madlariga e'tibor berib, harakatlariga e'tibor berib yaxshilab tarjima qilib chiqamiz. Undan so'ng o'zbekcha jumlaga o'tamizda arab jumlasidan foydalanib, ana shu harakatlarni qo'yib, shunga mos jumlani topib, xuddi o'shanday tarjima qilishga harakat qilamiz. Men hozir ikkalasini ham o'qib eshittiraman. Videoni eshitib, birgalikda tayyorlasalaringiz ham bo'ladi. Keyin nima qilamiz? Mashqni albatta daftarga arabchasini yozamiz. Ya'ni o'zbekcha jumlani arabchaga tarjima qilib daftarga yozib olamiz. Shu tarzda birinchi darsimiz yakunlanadi. Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul avvalu. Birinchi dars. Birinchi dars doimo shu holatda yoziladi. Aldan so'ngra tashdid berilyapti. Nima uchun? Chunki dal harfimiz shamsiya harflaridan bo'lganligi uchun bulardan xabarimiz bor inshaalloh. Ad-darsul avvalu. Birinchi dars. Endi ma'anil kalimat, kalimalarning ma'nolari bilan tanishib chiqamiz. Kitabun kitob, kutubun kitoblar, mihbaratun siyohdon, mahabiru siyohdonlar, lavhun lavha taxtacha yoki doska degan ma'no ham beradi. Hozirgi zamonaviy elektron doskalar ham mana shu lavhundan olinadi. Saburatun, mana qavsning ichiga atun qo'yib qo'yilgan. Shu bilan muannas ismni jam holati mana shundoq bo'ladi. Saburatun doska. Bu odatda maktablardagi bor bilan yoziladigan doskamiz, taxta doskamiz tushuniladi. Qalamun qalam, aqulamun qalamlar, daftarun daftar, dafatiru daftarlar. Kurrosatun ham daftar hisoblanadi. Endi bu ikkisini qanday farqlaymiz? Daftar deganda muqovas qattiq, kattaroq jurnal daftarlarini tushunamiz. Kurrosatun odatda maktabda ishlatiladigan daftarlarni tushunamiz. Mistoratun masatiru chizg'ich, chizg'ichlar. Varaqun qog'oz, awraqun qog'ozlar. Varaqun barg degan ma'nosi ham keyinroqda keladi. Hada bu muzakkar uchun. Muzakkar arab tilida erkak jinsini ifodalaydi. Hada shu birlik shakli, haulai ko'plik shakli, bular degani. Hadihi bu muannasga, xuddi shu ism ishoraning muannasi, ya'ni ayol kishiga ishlatiladigani. Haulai e'tibor bersak, mana ikkalasini ham, bunisini ham ko'pligi bir xilda kelyapti. Ayna qayerda, ma nima. Bular ism istifhomlar, ya'ni so'roq almashlar hisoblanadi. Doim so'zni boshida keladi, keyin mana shu holatdan hech qachon o'zgarmaydi. Ayna holatidan, oxiri fathalik holatidan, ma ham shu holatidan hech qachon o'zgarmaydi. Yana qoidalarimizda, sarf, nahv kitoblarimizda keladi. Buni qoidalari hibrun siyoh, huburun siyohlar. Endi olmoq fe'li haqida akhdun gaplashamiz. Akhadha, ya'khudhu, khudh, akhdhun deb berilgan 4 xil ko'rinishi. Akhdhun kalimasidan ishtiqoq qilib olinyapti. Mana akhadha mozi, oldi, ya'khudhu
olyapti yoki oladi. Xud ol, axudun olmoq. Hati ber, keltir degan ma'nolarni bildiradi. Ar-rishatu pat, pero yoki qalamul hibri sharikli ruchka, qalamur rasosi oddiy bo'yoq qalamni bildiradi. Maskatun masikatun peroli ruchka yoki musakun ya'ni eshik ushlagich, tutqich degan ma'noni ham beradi. Nashafatul hibri siyoh shimdirgich bosma qog'ozlar bo'lardi-ku. Nashafatun sochiq ma'nosida ham keladi, lekin bu yerda nashafatul hibri bo'lib siyoh shimdirib oladigan bosma ma'nosida kelyapti. Endi arabiy jumlamizga o'tamiz. Haza kitabun, bu kitob. Demak, e'tibor beramiz. Haza so'zidan keyin kelayotgan kitabun tanvin bilan, ya'ni dommalik, ya'ni u holatda o'qilyapti. Keyin bu kitob deb tarjima qilinyapti. Hazihi mistoratun, bu chizg'ich. Mistoratunda muannaslik belgisi borligi uchun ism ishorani ham nima qildik? Muannas qildik. Hazihi mistoratun. Ayna saburatu, doska qayerda? Mana e'tibor beramiz. So'roq gap bu. Ayna so'zning boshida kelyapti. Keyin doska so'zi kelyapti-da. Bu raf holatda kelyapti. Aynal mihbaratu, siyohdon qayerda? Bu ham ayna saburatuga o'xshash. Xudil qalama. Endi mana fe'l ishtirok etyapti. Xud pastda etdik. Lug'atda nima dedik? Ol degan ma'noni amr fe'lini bildirdi. Endi nimaga bu yerda kasra kelyapti? Chunki o'zidan keyin kelgan al qalamaning lamining sukuni bunga majbur qilyapti. Sukun qachonki harakat oladigan bo'lsa, faqatgina kasrani oladi. Shu qoida esimizdan chiqmasin. Xudil qalama, qalamni ol. Hatil kurrosata, daftarni keltir. Endi nimaga al qalama bilan al kurrosata fatha bo'lib qoldi? Biz undan avval as-sabburatu, al-mihbaratu yoki kitabun qilib raf o'qib turgandik desak, bu yerda qalama bilan kurrosataning fathasi ne qo'shimchasini beradi. Qalamni ol, ya'ni maf'ul bajarilmish bo'lyapti. Daftarni keltir bo'lyapti. Haza varaqun, bu varaq, ya'ni bu qog'oz. Xudil kitaba, yuqorida o'tdik buni qoidasini ham. Kitobni ol. Ma hazihi mistoratun, bu nima? So'roq gap bo'ldi. Bu nima? Ma hazihi mistoratun, bu javob bo'lyapti. Chizg'ich. Hati qalamal hibri, siyoh ruchkani keltir. Siyoh ruchkani keltir. Bu doimo qalamal hibri holatida yoziladi ham, shunda yodlanadi ham. Bu esdan chiqmasin. Xudir rishata, peroni ol. Aynal kurrosatu, daftar qayerda? Mana endi bu yerda daftar deganligimiz uchun raf qo'yilyapti. Demak, raf harakatda bo'lsa, biz hech qanday unga oxiriga qo'shimchalarning nida qo'shimchalarini qo'shmas ekanmiz. Fatha bo'lib qolsa, ne qo'shimchasini qo'shar ekanmiz. Aynal varaqu, qog'oz qayerda? Hazal hibru, bu siyoh. Endi o'zbekchasiga o'tamiz. Birinchi mashq. Daftar qayerda? Aynal kurrosatu, chizg'ich qayerda? Aynal mistaratu, bu qalam. Haza qalamun, bu qog'oz. Haza varaqun, siyohdonni ber. Hatil mihbarata, kitobni ol. Xudil kitaba, harakatlariga yaxshilab e'tibor beramiz. Bu nima? Taxtacha. Mana solishtirib chiqamiz mana. Ma hazihi mistoratun edi. Endi biz nima derkanmiz?
Ma hada lawhun. Bu nima taxtacha? Ma hada lawhun. Pero qayerda? Ayna rishatu. To'g'rimi? Mana bu yerda ayna bilan kelgan. Raf holatda o'qilyapti. Mana shunga o'xshab yozamiz. Ayna rishatu. Sharikli ruchkani ol. Endi yana qayerdan boshlaymiz? Oldan boshlaymiz. Xuz. Endi ulashligimiz uchun kasra beramiz. Keyin sharikli ruchka degan qoidani, lug'atni topamizda. Nima deymiz endi? Unga jumlani tuzamiz. Xuz qalamal xibri. Daftarni ber. Hatil kurrosata. Qog'oz qayerda? Aynal varaqu. Qalam qayerda? Aynal qalamu. Siyohni keltir. Hatil xibro. Mana shu holatda birma-bir tarjima qilib, mana bu yoqdagi arabcha jumladan foydalanib tarjima qilib chiqamiz va nima qilamiz? Yozamiz. Demak, birinchi darsimiz shu. Savollar bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.